2026-yil ham kirib keldi. Bu yil hamma har xil niyat qildi. Hammani bu yildan kutgan maqsadi. Men ham bu yilga juda ham katta maqsad qilib qo'ydim. Agar bu yil ham uylanmasam, точно meni onam uydan haydab oladi. Bu yilni boshidan zakaz tushdi yozda bo'larkan, hozirdan harakat qilib qo'yishyapti. Etaklari keng bo'lgan shlefi o'qo kilometr. Erta ko'na qo'ynay xolashyapti. Mayli, tikib beraveramiz deb ishi boshladi. Katta qo'ynay chiroyli, faqat hech azobdi. Hech qayerga sig'maydi, ishi ham tugamaydi. Bu qo'ynay 8 qavatdan iborat. Общий metr material ketib bo'ldilar. Qo'ynagimiz asosi tayyor, endi unga bezak ishlarini qilamiz. Libosga bezak berish juda maroqli, zavqli jarayon. Ammo lekin biroq juda mayda ish, bittalab kesib tozalab chiqamiz. Hamma kerakli detallarni tozalab oldim, lekin borgan sari siqmay ketyapman. Qolgan jarayonni manikamiz usta qilamiz. Shu joyi silab tugul o'zimga ham juda qiziq qo'ynay qanaqa chiqardim deb o'ylayman. Davomi keyingi videoda. Oppan Gangnam Style